Ya'ni jannatga kirmayman deb mahkam turib olgan odamlar jannatga kirmaydi. Shunda sahobalar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, va man ya'ba? Kim jannatga kirishlikdan bosh tortadi?" dedi. Jannatga kirishlikdan bosh tortgan kishilarni aytdilarki, kim menga itoat qilsa jannatga kiradi dedilar. Kim menga itoat qilmasa shu jannatga kirishlikdan bosh tortgani dedilar. Chunki payg'ambarlar olib kelgan yo'l jannat yo'lidir. Bundan boshqa jannat yo'li bo'lishligi mumkin emas, yo'q birodarlar. Shuning uchun jannatga kirishlikdan bosh tortgan odam bor deb aytilsa inson ajablanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmagan odamlar jannatga kirishlikdan bosh tortgan odamlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlaridir. Birinchi biz bilishligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu aytib o'tgan narsamiz. Demak, Allohning rasuliga bo'lgan itoatga va'da qilingan mukofot dunyodagi martabalar emas. Yo bir mol davlatli bo'lishlik emas, yoki sog'lom o'tishlik emas, yoki bola chaqali bo'lishlik emas, yoki o'g'li ko'p bo'lishlik emas, yoki qizi ko'p bo'lishlik emas, yoki bir dabdaba bilan yashashlik emas. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilingan narsaga bo'lgan mukofot bitta narsa, u jannat. Mo'min kishining ro'barosida bu muqarrar bo'lmoqligi kerak. Bizning hayotimizdagi juda ko'p odamlarning shu islom haqiqatini bilmasliklari va hayotda anna hada bu qanaqasi bo'ldi, biz musulmon edik-ku deb dovdirayotganligini siri mana shu oddiy birlamchi haqiqatni tushunmaslikdir. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilish hayotda qanday holat bo'lishligidan qat'iy nazar. Kambag'al bo'lib o'tadimi, badavlat bo'lib o'tadimi, sog'lom bo'lib o'tadimi, kasal bo'lib o'tadimi, yoki ko'p imoratlik bo'lib o'tadimi, ko'p farzandlik bo'lib o'tadimi, befarzand bo'lib o'tadimi, qanday bo'lib o'tishligidan qat'iy nazar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayotida biz uchun zaruriy bo'lganini ham aytaylik. Odamlar bunga olqishlab o'tadimi, yoki odamlar ozor berib o'tadimi, itoatga bitta va'da. U va'da jannatdir birodar. İnsonlarning ko'p dovdirashlari mana shu birlamchi haqiqatni bilmaslikdandir. Ular biror bir biz dunyoviy istilohda aytamiz, islomiy istilohda emas bu. Zarar ko'rish bo'lsa. Ya'ni zarar dunyo kishilarning istilohida jasadining zarari va hamda iqtisodiy zarar, xususan asosiy zarar. Agarki har qanday narsasiga manfaat bo'layotgan bo'lsa ham iqtisodiga zarar bo'lsa, bu odam zarar qildim deb tushunadi. Shu odamlar istilohidagi zarardan birortasi bo'lib qolsa, men musulmon bo'lishimda islomni qabul qilganimdan keyin mana bu ishim yurmayapti deydi. Shuni yaxshi bilishlik kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatga bitta va'da bor, u jannatdir. Itoat qilmaslikka bitta va'id, u jahannamdir. To'g'ri, hayotda yaxshi yashashlikni iymon amali solihga va'da qilingan. Man amana va amila solihan falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Kim iymon keltirib amali solih qilsa, pokiza hayot bilan yashatamiz. Yaxshi tayyiba, pokiza hayot, u ma'nosi har xildir birodarlar. Ya'ni pokiza hayot oxiratda bitta oxirgi ma'nosi shuki, oxiratda qattiq jazolanib, ya'ni yomon jazolanmaydigan hayot bilan yashatamiz degan ma'noda. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu sharrun. Ya'ni bir yaxshilik borki, siz yaxshilik deb o'ylayapsiz. Uni orqasida yomonlik, ya'ni oqibati yomon. Bu oqibati yomon bo'lgan yaxshilik, bu yaxshilik emas. Oqibati yaxshilik bo'lgan siz o'ylayotgan yomonlik, yomonlik emas. Oqibati yaxshi bo'ladigan bo'lsa,
Ya'ni bu ko'rinib turgan kasallik, qiyinchiliklardan keyin ko'rinib turgan yomonlikning oxiri agar yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlik emas. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu khayrun sharrun. Mana shunday ikki ibora, shunday tushunishimiz kerak. Agar biz hayotimizda qanday bir holatda bo'lsa ham iymon va amali solih bilan o'tgan bo'lsak, hayotimiz turli bo'layotgan bo'lsa, bu pokiza hayot bilan yashashligimiz bu muqarrardir. Mo'min odam shunga qanoatlanib qolaveradi. Birinchi bu demak bilishligimiz kerak bo'lgan narsa, Alloh subhanahu va taolo bizni rasuliga itoat qilishlik uchun yaratgan va bu itoatga jannatni va'da qilgan. Itoat qilmaslikni jahannam bilan qo'rqitib ogohlantirgan. Ikkinchi narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo butun xalqlarni yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun va ibodatni faqat Allohning o'ziga xolis qilishlik uchun yaratdi. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Hayotda odamlar ibodat qilishadi. Lekin bu ibodatni Alloh subhanahu va taologa xolis qilishmaydi. Biz ibodat qilishlikka ma'mur bo'lishlik bilan birga ibodatni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ham ma'mur bo'lamiz. Mana bu bilishligimiz kerak bo'lgan narsaning ikkinchisidir. Uchinchisi, agar shirk ibodatga dohil bo'lsa, ibodat bekor bo'ladi va maqbul bo'lmaydi. Har qanday gunohni, mana darsimiz avvalda aytgandek, afv qilinishligini umidi bor. Ammo shirkni qat'an afv qilinmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishidan ilgarigi payg'ambarlarga vahiy qilindiki, shirk amal sodir bo'lsa, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q. Va laqad uhiya ilayka va ilal ladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Mana shu oyat endi bizga nihoyat darajada bir qattiq bir vaidki, agar shun bilan ta'sirlanmasak, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek Habibul alamin, sayyidul anbiyoga ayovsiz suratda hech qanday ayamasdan agar shirk amal sizdan sodir bo'lsa, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti Alloh taolo. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Bu ochiq iboraki, agar odamlar shirk amalini qilsalar, ularning qilgan amallari habata bo'ladi. Shu shirkning turlaridan ba'zilari inson Allohdan boshqani xoh aytib o'tganimizdek payg'ambar, xoh solih kishi, xoh folbin, xoh sehrgar, xoh jin, xoh daraxt, xoh yulduz, xoh buloq, xoh tog' shu narsalar manfaat yetkazadi yo zarar yetkazadi degan g'aybiy e'tiqodotlarni qilsa, bu mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning necha oyatlarida zarar yetkazuvchi ham o'zi ekanligini, foyda yetkazuvchi ham o'zi ekanligini fala mursila min ba'di. Alloh subhanahu va taolo odamlarga bir rahmatni ochib yuborgan bo'lsa, uni ushlab to'sib qoluvchisi yo'q. Agar Alloh subhanahu va taolo to'sgan bo'lsa, uni qo'yib yuboruvchisi yo'q. Va in yamtaskallohu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Va in yuridka bi khayrin fala radda bi fadlihi. Mana bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo o'zigina foyda yetkazuvchi va zarar yetkazuvchi zot ekanligiga dalolat qiladi. Kullu yusibana illa ma kataballohu lana. Huwa mavlana va ala Allohi falyatawakkalul mu'minun. Hadis shariflarda ham وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ